Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Valilar sultoni haqida. Valis-siddiqi rujhanun jaliyun alal ashabi min g'ayri ihtimali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Siddiq roziyallohu anhuning barcha sahobalardan hech ehtimolliksiz yaqqol ustunligi bor. Nazmiy bayoni. Bordir afzalligi Siddiqning zohir, ashoblar ustidan hech shubha yo'qdir. Matn sharhi. Valilar to'g'risidagi bahslardan so'ng barcha valilarning eng ulug'i sanalgan Abu Bakr roziyallohu anhuning fazillari to'g'risidagi xabarlarga o'tildi. E'tiqodiy masalalarga bag'ishlangan kitoblarning deyarli barchasida payg'ambarlardan keyingi afzal insonlar haqidagi bahslar keltirilgan. Bu bahslar chahoryorlar va boshqa sahobalar to'g'risidagi buzuq e'tiqodda bo'lgan Shiya firqasining noto'g'ri qarashlaridan omma musulmonlarni ogohlantirish va shiyalarga raddiya berish tarzida yozilgan. Shiyalarga raddiya qilib yozilgan alohida kitoblar ham bo'lib, bu kitoblarda ularning noto'g'ri qarashlari dalillar bilan ochib berilgan. Muhammad Abdusattor Tunsaviyning Butlanu aqoidi Shiya kitobi ana shunday kitoblardan biri bo'lib, unda shiyalarning 17 ta buzuq qarashlariga raddiya yozilgan. Shiyalarning keltirib chiqargan ziddiyatli bahs munozaralari natijasida shu qadar bahslar yuzaga kelganki, hatto chahoriyorlarni yaxshi ko'rish va ularni payg'ambarlardan keyingi eng afzal insonlar deb bilish ahli sunnadagi kishining belgilariga aylangan. Quyidagi rivoyat bunga dalolat qiladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhdan ahli sunna val jamoa mazhabi haqida so'rashganida, u ikki shayxni, ya'ni Abu Bakr va Umarni boshqa sahobalardan afzal bilishing, ikki kuyovni, ya'ni Usmon va Alini yaxshi ko'rishing va ikkala mahsiga mahs tortishni joiz deb bilishingdir deb javob bergan. Bu javobni Anas ibn Malik rahmatullohi alayhning ikki shayxni afzal bilishing, ikki kuyovni yaxshi ko'rishing va ikkala mahsiga mahs tortishni joiz deb bilishing sunnatdandir degan so'zlaridan olgan. Abu Bakr roziyallohu anhu barcha sahobalardan afzal degan so'zdan u zotning payg'ambarlardan keyin insonlarning eng ulug'i ekanlari ma'lum bo'ladi. Chunki sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suhbatlariga erishishdek ulug' martabaga musharraf bo'lgan buyuk zotlardir. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.